Akalar, Red Magic'da bir ochkasi kelgan Nubia Z70 Ultra kamerafon telefon. Bugun shuni borini bor, yo'g'ini yo'q deymiz. Xalq uchun obzor qilamiz. Boshladik. Ochamiz. Wow! Telefonda dizaynini qaranglar. Prosta monta bo'lib yotibdi. Komplektidan bitta chexol, qizil kabel, 80 wattlik golovkasi ham bor ekan buni. Yomon-ku a? Akalar, telefonda dizaynini ko'ringlar. Prosta kap qilinglar. G'irt iplos ekani. Do'stim, bu telefonda displeyi amaliyot ekan. 144 Hz. Somsa emas bu. Batareykasi ham 6100 mAh. 80 wattlik zaryadga qabul qilar ekan. Jinnimi bu? Protsessoriga keladigan bo'lsa, Snapdragon 850 to'jolab qo'yishdi tuppo'ylar. Oho, maza-yu a? Do'stim, bu telefonda PUBG o'ynasangiz 120 ochadi. Jamshid bilan lobby tashlashib qo'yasizmi? Yakkama-yakka, Tursiyman aka. Rostdan ham PUBG tashlashasizmi men bilan? Xoramdan bo'lgan telefonim bor. Xoram qo'raman. Antutuda salkam 3 million balik qilib qo'yar ekan. Voy xorami! Telefonda xoram tomonlarini aytib yurmay, sotolmay qolamiz bekardan. Sotilmasa sotilmay qo'yaversin. Xalq bizga ishonib turibdi. Qanday qilib xalqni aldashimiz mumkin? Jamshid, xoram tomonlarini xalqim uchun gapiraman. Boshladik. Bu telefonda oldi kamerasi ekranda tagida joylashtirilganligi uchun oldi kameraning sifatini qaranglar. Xoramga oshna bo'lib yotibdi. Besprovodnoy zaryadga umuman olmaydi ekan. Voy chort! Bu xoramini men kamerafon desam, onasini emsin. G'ilayfon ekan, akalar 50x zo'rg'a yaqinlashtiryapti. Chichora ekan rasmga olish. Hozirgi kunda bu telefonni yangilari $700 sotilyapti. Lekin bu telefon $700 ga umuman arzimaydi. Xalq uchun haqiqatlarni gapirdim. Bitta like bosib, meni podдержка qilib qo'ysanglar yetadi. Itam olmaydi endi bu telefonni. Kimga sotamiz? Xoram qildik Sardor aka hammasini. Telefon tanlashda yeb qo'ymay desanglar, akalar, albatta Telegram Mix Mobile kanaliga yozinglar. Biz uchun halollik foydadan ustunroq.